Yaxshi keldingizmi? Qachondan beri sizni kutib o'tiribman, namuncha kech kelasiz? Maktab payti darsdan keyin kutib o'tirsam kutmasding. Ana endi ishdan kelishim kutib o'tiribsanmi? Ey, boring. Choydan oling. Maktab payti daftaring bermaslik ko'chirishga choy berib turibsanmi? Kuyovjon uydamisiz? Sizga shirinliklar olib keldim. Bu onang maktab payti senga berayotgan qizim yo'q derdilar. Ana endi shirinlik olib kelibdilar. Uyaltirmang. Shahboz aka qarang, ukam mehmonga ketdi. Assalomu alaykum pochcha. Telegramda men yirtaman deb so'kkan ukang shumi? Bor yo'qalam olay qara. Molxona bu tarafga. Shahboz aka shirinlik tayyorlaganman. Yuring, kino ko'rib choy ichamiz. Maktab payti bitta partaga o'tiraylik desam yo'q derding. Ana endi shirinlik qildim, choy qildim, kino ko'ramiz. O'zim yeyman unda. Hayotim, kirlaringizni yig'ib chiqdim, hozir yeb qo'yaman. Maktab payti gul bersam olmasding. Ana endi kirlarim ko'tarib yuribsanmi? Ey, Hey, devona. Qo'lingdagi nima u? bu Timson kirlarni shunda yuvaman. Geli ham, kapsulasi ham bor. Eng qiziq, umuman allergiya chaqirmaydi. Ana shu zo'r gilda kirlarni yumshoq yuvadi. Narxi ham qimmat emas. Sizlar bilasizlar nima ishlatishdi lekin. Bo'pti, men jo'ralarim bilan o'tirishim bor, bo'lib kelaman. Siz maktab payti deb shu jo'ralaringizdan darsdan qo'yardi. Joyga yetib beraman hozir. Sen maktab payti ustozga aytayding, endi oyjonga aytayotgan bo'lgansan. Ey, aytavering. Voqliroq keling. Men mollaringizga qarab bo'ldim. Qaytib sizlarga kiymayman.